Hozir sizlarga ma'lum qilmoqchi bo'lgan voqeamiz joriy yilning 22-aprel kuni sodir bo'lgan. Shu sinib oshxonaga kiramiz deb qoldi. Oshxonaga kirgandik. Opa va singil restoranga ovqatlangani borib, qizlardan biri qo'l yuvish xonasida rakvina yonida telefonini unutib qoldiradi. Keyin bu soch sariq ayol o'sha yerda qo'lni yuvayotgan yonimdagi rakvinada, ikkinchi rakvinada. Chonamizdan boshqa tualetda hech kim yo'q edi oshxonada. Qo'lim quritayotganini qarasam, boyagi ayol telefonim chiqib ketgandi. Shu keyin o'sha yerdagi menejerga aytdi, telefondan anaqa qisqa joylarini ko'rsatdi. Boyagi yuzlari hammasi tushgan, boyagi o'g'rini. 2 kun oradan o'tib, keyin sinimni tanishi o'sha bolaga biz telefon qildik. Keyin voy, men oper tanishim bor, Mirobodda ishlaydigan, ichki ishlarda ishlaydigan. O'shanga dedi $100 pul bersanglar dedi, soat yarim soat telefon topib beradi dedi. Qizlar shu bilan firibgarning tuzog'iga ilinishadi. Oradan bir necha kun o'tsa hamki, na telefondan, na firibgardan, ya'ni soxta xodimdan darak bo'lmaydi. Yolg'on gapirayotgan bilib qoldik-da. Pulimni qaytardim, qaytarmadi. Umidsizlik insonni o'ldiradi deyshadi. Nohaqlikka chiday olmagani va firibgarga qonuniy chora ko'rishni so'rab qizlardan biri Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Ko'rilgan chora-tadbirlar va o'rganishlar natijasida o'zini jinoyat qidiruv bo'limi xodimi deb tanishtirib, fuqarolarni chuv tushirib yurgan shaxs Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Ishlaymi nima qilish? Maqsadda pul oldi fuqarodan. Qanaqa pul oladi? Tanishingizmi? Bu pul kimniki, sizga tegishlimi? Ha, menga o'zlarini jinoyat qidiruv bo'limidan tanishtirdilar. Nima maqsadda pulga pul berdi? Telefonimni topib beraman deganlar uchun. Men shu o'zi operga emas, o'sha tanishimga ishonib o'sha pulni berganman. Lekin boshqa bunaqa men qilgan ishni boshqa qilishni xohlamayman. Bunaqa xato hammaga ishonib. Chunki choram yo'q edi, boshqa o'shancha ishondim. Mazkur holat yuzasidan 2005-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion holatlarga duch kelsangiz yoki guvohi bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 raqamlariga hamda Telegram botimiz orqali xabar berishingiz mumkin. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.